Salom do'stlar, bu 250 ta mod bilan o'ynaymiz videomizning ikkinchi qismi. Agar birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, bemalol YouTube kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin va biz boshladik. Oxirgi marta mana shu yerda to'xtagan edik va biz rudalarni qaziyotgandik. Bo'lmasam davom etamiz. Diamond ham chiqarmayapti. Chiqqanda zo'r bo'lardi, lekin Ancient Table yasab kuchayib ketardik. Kakrazda bo'rni gapirsa quloq ko'rinadi. Endi ishlarimiz yurishib ketadi. Bir marta diamond topa oldikmi, endi qayta topaveramiz. Qorong'u ostida yo'lim yolg'iz. Temir sindi toshlarim jim va sovuq. Pickaxe qo'limda, sabrim sinovda. Har bir zarba umidga yo'lov. Bir blok, ikki blok faqat tosh. Yurakda savol bormi u hozir? Va birdan nur, moviy jilva, diamond chiqdi, mehnatga javob. Lava pastda, sukunat yuqorida, ammo orzu yonur chuqurlikda. Minecraft menga shuni o'rgatdi, kim qazisa oxirigacha topadi baribir. Qalay chiqdi. Yo'raveramanda she'r aytishdi. Bo'lmasam davom etamiz. Ko'p gap azbekka yuk. Kim mashaqa temir blok ko'rgan? Mashaqalarni ko'rsam maza qilaveramanda borku. Asa kerakli paytda paydo bo'ladi-da mana shu ham. Bo'pti, endi ko'p gapirmaymiz, davom etamiz. Chalg'imaymiz, davom etamiz. Hali oladigan rudalar ko'p. Tuzoq. Qani tekshirib ko'ramiz. Ana. Yo'lni yopib qo'ydik. Qaytib kirib bo'lmasa kerak bayga endi. Qayda shu yo'l ham yo'q edi. Qaytamiz bo'lmasam, davom etamiz. Portla. Ana. Yengisi qani? Portla. Buni saqlab yo'q shekilli. Qani boshqa bor? Kamon, jig'inib yuboraman senlarni baqa kelish. Bizda bitta muammo bor. Villager breeding bilan trading hall qurgan joyim yozilmay qolibdi, lekin timelapse yozganman. Mana shuni ko'rib bemalol bilib olishlar mumkin. Villager breedingni ham qurib oldik. Endi ichiga bitta villagerlarni olib kirib qo'ysak va sekin jarayonni boshlashaveradi. Hamma joy qorong'u bo'lib ketdi. Biroz yoritib tashlaylik. Shader biroz yoqmay qoldi. Qorong'uni o'ta ham qorong'u qilib ko'rsataveryapti. Biroz qorong'uni yorug'roq qilib ko'rsatadigan shaderni ishlatib ko'ramiz. Bunisi uncha chiroyli emas-u, lekin ancha yorug'roq ekan. Bo'lmasam yotoq yasab tunda o'tkazaveramiz va ertaga Netherga otlanamiz. Bu shader yoqmay qoldi, o'zgartiramiz. Hammasidan ishlatib, oxiri bitta yaxshisini qoldiramiz. Mana bu boshqa gap. Mana shuni shader desa bo'ladi. Yana boshqa shaderlar bor, yana sinab ko'ramiz boshqalarni. Mana o'ynatgan shaderlarim tekda jabusa 3 ta bo'ladi. Birinchi Solas tekshirib ko'ramiz. Solas menimcha bunda yaxshi ishlamaydi, chunki Solasning ichida o'zini tekstura paki bor. Ya'ni bunga tushmaydi deb o'ylayman, lekin juda ham ajoyib.
So'g'lash juda ham chiroyli ko'rinyapti. Qolganlarni ham sekin-sekin tekshirib, bitta yaxshisini qoldiramiz. Videoni oxirigacha shu bilan ketadi keyin. Vau, juda ham ajoyib. Bu shader ham ancha yaxshi-kan. Ancha mana shu bilan o'ynaveramiz endi. Aytgancha, agar boshqa shader istayotgan bo'lsalar, ya'ni masalan men bilmaydigan yoki bundan chiroyliroq yana boshqa shaderlar, ya'ni o'ynashimizni istasalaring, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar, har bittalaringga javob beramiz va shader nomini yozib, mana shu shaderda o'ynang keyin videoda deb yozib qoldirsalaring, videoda shu shaderlarni ishlatib ko'ramiz. Sandig'imni tartibga keltirib qo'yishim kerak. Hamma yoq olg'u-dalg'u bo'lib yotibdi. Endi villagerlarni jarayonni boshlashga undash kerak. Bizga ko'proq villager kerak-ku, to'g'rimi? Zerikmayapsizlarmi? Sizlarga non olib keldim jarayonni tezlashtirishinglar uchun. Mana. O'ta ham sahiymanda, ko'ryapsizlarmi? Pashti hammasini berib yubordim sizlarga. Qani endi jarayonni boshlanglar. Qosh katta bilan qosh kichkina qanday bo'ladi endi u, ha? Qani ko'ramiz, qanday bo'lishini bilamiz. Qani endi kim chiqargan sizlardan? Qani basharangni ko'rsatchi. Normalli. Bo'ladi. Eng muhimi qosh katta emas. Hazil. Yana ko'ngillarga olib o'tirmanglar, ha? Iron Golem. Senga nima qildi, birodar? Sen mana shu villagerlar uchun kurashdingmi? Hozir seni tuzataman, bardam bo'l. Ana, otdaysan. Endi xizmatingni davom etishing mumkin, birodar. Anida yama bor edi, o'shani yamab, keyin mollarni ko'chiraman. Mollar maraverib yomon jonga tegib yubordi. Endi mollarni ko'chiramiz. Daraxt tuyib qoldi va qazib kelamiz. Nimagadir shaderda yomg'ir yoqqanda pastda suv chiqmayapti. Boshqa shaderga o'zgartiramiz shekilli. Vau. Mana buni shader desa bo'ladi. Endi faqat shu shaderda o'ynaymiz. Mana molxona ham bitdi. Nimaga golem menga bunaqa qilyapti? Ana mayli hechqisi yo'q. Endi biz mollarni shu yerga kiramiz. Qani botalarim orqamdan yuringlarchi. Senlar nima turibsizlar? Senlarga taklifnoma kerakmi? Qani? Voy, u o'ta mashhur odamga o'xshayman mollarda oldida. Mollar orasida o'ta mashhur odamga o'xshayman. Hamma mollar menga oyim keladi. Qani uyalishmasdan bemalol kirishaver, senlarning yangi molxonang. Endi menga taxta kerak, chunki bilasizlar, boshida uy qurganmiz va u bitmagan tomi. Tomni bitiramiz endi. Fermer tog'ani fermasidan teragidan olsak, qizi so'kmasa. Bo'ldi, bitta. Endi mollarga qarab, nezerga borish uchun obsidian qidiramiz. Men mana bunaqa xarita modini o'rnatdim. Ba'zidan uzoqlashib ketsak, yo'qotib qo'yamiz. Hozir men bazamda, ya'ni uyimda etga qilib qo'yaman, keyin lava qidirgani boramiz, ya'ni lava ko'l qidirgani.
Obsidianni ham qazib bo'ldik. Iyi. Uni iron golem qanday chiqib oldi payga, ey? Ana, portal yorib yuboribmanmi? Endi Nezerga borishga tayyorlanamiz. Wow! Dengiz ham juda chiroyli ko'rinyapti. Ana, endi Nezerga kiramiz. Blaze rodlarni olamiz va qaytamiz. Lekin bu men aytganchalik oson bo'lmaydi. O'tayam omadli joyga tushib qoldik-ku. Bu yerda balo ham chiqmaydi. Bo'lmasam vaqtni ko'p cho'zmasdan Fortress'da qidashni boshlaymiz. Demak, Fortress mana shu yerda ekan. Bu to'g'ri adolatsizlik bo'lishi mumkin, lekin bizga tezroq topish kerak va mana bu yerda ham nimadir bor ekan. Va bo'lmasam biz Fortressni metga qilib, mana shu yerga boramiz. Mana Fortressga ham yetib keldik. Qani bu yoqqa kelinglarchi. Blaze. Skelet baqaga chiqani. Skelet unchalik qo'rqinchli emas, lekin mana Blaze'lar yondirib yuborsa, qariya qochishni bilmay qolasizlar. Keyin borib o'ldirib kerak. Qani. O'l. Nima bo'ldi? Endi nima bo'ladi? Bunday o'lim topish ssenariyda yo'q edi, lekin nachora. Boshqatdan kelamiz endi. Endi boshqatdan borib narsalarimizni olamiz. Qanday o'lganimni bilmay qoldim. Minecraftda eng xavfli mob, ya'ni eng xavfli moblardan biri bu creeper. Men creeperlar bilan bemalol jang qila olaman, lekin mana bu yerda oddiy blaze'lar, bitta blaze meni o'ldirib qo'yarsa endi. Hozir ularga ko'rsatib qo'yaman. Ish qilib narsalarim yonib ketmagan bo'lsin-da. Endi skelet seni xalaq bergan. Bitta sen yetishmay turding. Qolganini oldim. Mana bu yomon asabiyda yab orqamda yuraverib. Kamiga mana skelet ham bor. Bo'lmasam davom etamiz. Blaze spawner topish va blaze o'tlarni olishni.
Manimcha 14 ta blaze yetib ortadi. Endi bu yerdan surish kerak. Va birinchi bo'lib mana shu yerda metka qilib qo'yamiz. Yana qaytib topishimiz uchun kelajakda. Iya, men portalni metka qilmaganman-ku. Endi qanday topamiz portalimizni? Endi qanday qaytamiz? Manimcha mana shu yerda bo'lish kerak portal. Mana shu atroflarda bo'lish kerak. Bo'lmasam iloji yo'q portalsiz. Juda ham uzayib ketadi uyga borishimiz. Portalni endi qidirish kerak. Ishib topilsin-da. Manimcha mana shu yerda bo'lish kerak, mana shu yaqin atroflarda. Portal ko'rinmayapti-yu. Biz endi nezerga tiqilib qoldikmi shunda? Do'stlar, videomiz shu yerda tugaydi. Agar nezerda qanday chiqqanim va qanday usullardan foydalanganimni bilmoqchi bo'lsalaring, keyingi qismda albatta chiqaraman.